Xorazm viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati tomonidan yoshlar orasida giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar tarqalishining oldini olishga qaratilgan kompleks tezkor profilaktik tadbirning ikkinchi bosqichi doirasida o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida giyohvandlik vositalarining noqonuniy muomalasi bilan bog'liq jinoyatlar fosh etildi. Jumladan, joriy yilning 5-aprel kuni viloyat Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan olingan ma'lumotlar asosida Tuproqqal'a tumani hududida tezkor tadbir o'tkazildi. Mazkur tadbirda 1970-yilda tug'ilgan Hazoras tumanida yashovchi shaxsning boshqaruvida bo'lgan Captiva rusumli avtomashina Tuproqqal'a tumani markazida to'xtatilib, haydovchining yollari va avtomashina saloni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganida, haydovchi cho'ntagida 2,20 gram miqdordagi opiy giyohvandlik vositasini kelgusida o'tkazish maqsadini ko'zlab saqlab qo'yganligi ma'lum bo'ldi. Ushbu giyohvandlik vositasi ashyoviy dalil tariqasida rasmiylashtirib olindi. Shuningdek, mazkur tezkor profilaktik oyligi hamda Urganch shahar hududida o'tkazilayotgan Xavfsiz mahalla farovon jamiyat keng qamrovli tezkor profilaktik tadbir doirasida joriy yilning 14-aprel kuni viloyat Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida ham giyohvandlik vositasining noqonuniy muomalasi bilan bog'liq yana bir jinoyat fosh etildi. Ya'ni Urganch tumanida yashovchi 1985-yilda tug'ilgan shaxs giyohvandlik vositalarini qonunga xilof ravishda o'tkazish bilan shug'ullanib kelayotganligi to'g'risida olingan ma'lumotlar asosida uning boshqaruvidagi Gentra rusumli avtomashina Urganch shahar hududida to'xtatilib, yollari va avtomashina saloni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganida, avtomashina salonida vazni 5 gram bo'lgan gashish giyohvandlik vositasini yonida saqlab yurganligi aniqlandi va ashyoviy dalil tariqasida rasmiylashtirib olindi. Yuqoridagi holatlar yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Aziz yurtdoshlar, agar giyohvandlik vositalari yoki psixotrop moddalarning noqonuniy muomalasi bilan bog'liq holatlar to'g'risida biron bir ma'lumotga ega bo'lsangiz, quyidagi telefon raqamlari orqali xabar berishingizni so'raymiz. Sizning shaxsingiz sir saqlanishi kafolatlanadi.